Dunyodagi emgak mustamlikasiga qarshi tashkilot bo'lgan Adil Emgak birlashmasi xalqarodagi donliq markalik shirkatlarga Sharqi Turkistondagi majburiy emgak sistemasining bir parchasi bo'lmasligi haqida chaqiriq qildi. Mazkur organ Adidas, Nike va Puma qatorliqlarni o'z ichiga olgan shirkatlarni Sharqi Turkistonga chetishliq barliq mahsulotlarni sotib olishni to'xtatishga chaqirdi. Avstraliya strategik siyosat instituti o'tgan hafta e'lon qilgan bir dokladda Xitoyning 2017-yildan 19-yilgacha necha 10 minglagan Uyg'urlarni Sharqi Turkistondan Xitoyning har qaysi joylaridagi zavodlarga yetkazib majburiy emgak sog'anligi, bularning ichida dunyoga donliq markalarga mol ta'minlaydigan vakolatchi zavodlarning va balig'i o'tirg'i qo'yilgan edi. Amerikada yaşayotgan Uyg'urlarning hali ham Xitoyning o'zlarini ta'qib qilishidan xavfsizlanmoqda. Ular buni oshkorlasa, Xitoyning Sharqi Turkistondagi oilasidan o'ch olishdan ansiraydi. O'xshash ahvolning Turkiya va boshqa davlatlarda yashaydigan Uyg'urlarning beshig'i kelganligi ma'lum. Birlashma agentligining xabar qilishicha, nom sharpini oshkorlamagan bir qism Uyg'urlar Xitoy doiralarining o'xshash bo'lmagan usullar orqali o'zlariga tahdid solganligini bildirdi. Ba'zilarining Xitoy konsulxonasiga tizimga oldirish haqida uchur topshirib olganligi, ba'zilarining Xitoy pasportining yanglab berilmaganligi, buning o'rniga faqat bir qitimli ishlatkili bo'ladigan sayohat belgisi berilganligi oshkorlandi. Xabarda aytilishicha, bu ta'qib vahimasi chet elda yashayotgan Uyg'urlarning hayotining bir qismiga aylanishi bilan birga, ularning Sharqi Turkistondagi oila a'zolari va yaqinlari g'oyib bo'lish qatorliq ahvollarga duch kelmoqda. Türkiye chegarasi ichida tunji Wuhan o'pka yallig'i virusi bayqaldi. Türkiye Səhiyyə Ministri Fakhriddin Koja 11 mart kechida bayonot e'lon qilib, koronavirusi gumoni bilan tekshirilgan bir kishida virus bayqalganligini bildirdi. U kasalning virusni Yevropa ziyorati jarayonida yuqtirib olganligi ma'lum bo'lib, tashqi dunyodan butunlay ayirib etildi. U bir kishi bo'lib, ahvoli yaxshi. Oila a'zolari va yaqinlari kuzatishga elandi. Har bir virus gumondori deb qaraldi dedi. Yana bir tarafdan Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan yangi tipli koronavirusi bilan yuqumlanuvchilar dunyo miqyosida 116 mingdan oshdi. Wuhan virusi haqida sonliq ma'lumotlarni ta'minlab kelayotgan Worldometer torining eng yangi statistikasiga asoslanganda 10 mart soat 19dan 30 minutgacha dunyo miqyosida yuqumlanuvchilar soni 116964, o'lganlar soni 4095 bo'lib, 64760 kishi davolab saqaytilgan. Shuning bilan birga Xitoy sirtida yuqum ahvoli eng og'ir bo'lgan davlatlardan biri bo'lgan Italiyada yangidan 168 kishi Wuhan virusida o'lgan. Buning bilan o'lganlar soni 631 ga yetgan. Rossiya parlamenti Romada o'tkazilgan umumiy yig'inda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning vazifa muddatiga cheklama qo'yadigan asosiy qonun moddalarini o'zgartirish haqidagi taklif qabul qilindi. Bu taklif 380 vakilning qo'llashi, 43 vakilning qarshi chiqishi va bir vakilning ovoz berishdan voz kechishi bilan ma'qullandi. Bu loyihaga asosan Putinning yangidan prezident nomzodi bo'lishining yo'li ochildi. Rossiyada 22 aprelda o'tkaziladigan umumxalq ovoz qo'yishda bu taklif ma'qullanib qolsa, Putin 2036-yilgacha davlat raislik vazifasini o'tasa bo'ladi. Hindistonda musulmonlarga qarshi hujumlar davomlashmoqda. Poytaxtda Yangi Dehlida musulmonlarni chetga qoqadigan grajdonlik qonuniy namoyishlarga yo'l ochdi. Bu namoyishlar keyincha musulmonlarga qartilgan zo'ravonlik voqealariga aylandi. Dehlidagi musulmonlar to'plashib o'ltiraqlashilgan rayonlarda uy, ishxona va masjidlar yiqildi va o't qo'yib etildi. Narinda Mori hukumatining millatchi siyosatchilarining kuch kiritishi bilan buddistlar va soqchilar musulmonlarga hujum qilishga boshladi. O'tgan hafta ko'chaga chiqish cheklangan bo'lsa-mu, lekin ko'pinchisi musulmonlarni o'z ichiga olgan 47 kishi o'ldi. Bunun bilan 2019-yili 12-oydan buyon to'qinishlarda o'lganlar soni 79 ga chiqdi. Yaqinqi 2 kun ichida 4 masjidga o't qo'yib etildi. Bu voqealarga qarata Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi bayonot e'lon qilib,
Hindistondagi musulmonlar masalasida dunyoni ogohlantirdi. U mundaq dedi: "Dunyo Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishlariga sukut qildi va oxiri buning irqiy qirg'inchilikqa aylanishiga sabab bo'ldi. Dunyoni o'xshash bir ahvolning Hindistonda takrorlanmasligi uchun harakatga o'tishga chaqiraman" dedi.